Hurmatli obunachilarimiz, Avtoshopga egadan bir qo'l mashina kelib turibdi do'stlar. Gentra 2022-yilda ishlab chiqarilgan oq. ABS bor ha? ABS bor. Mashina kresi 100% rodnoy do'stlar. 4 dona top-toza yumshoq bolalar qo'yilgan. Mana bo'sh bo'lin. So'zsaz ashtalar urilgan. Mashinaning metani bor. 3-pokoleniya. Salon holatini ko'rsatamiz do'stlar. Salon ham akkuratniy. Probegi halol do'stlar. Yana 48600 yurib turibdi bir qo'l egadan. Monitorlari bor, video registratorlari bor, mexanika, podogrev sidniyalar, salon holatlari. Idealizatsiyada do'stlar mashin cho'tki. Kres 100% rodnoy. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol telefon bog'lanishingiz mumkin. Mashinamizning bahasi 145 million so'm baho aytilib turibdi. Naqd pul bo'lsa shunda kelishtirib beradi. Dogovorga berilmaydi. Mashin ikkilamchi etsak ham bo'ladi. Ikkilamchi ya naqd pul. Naqd pul bo'lsa shunda kelishaveramiz do'stlar. 145 million so'm bilan. Eldan ikkilamchiga necha so'm bilan chiqishini ekranga yozib qoldirib qo'yaman. Gentra qarab o'rgan bo'lsa do'stlar, shap bitirib yuborib qo'yasizlar. 100% rodnoy. Tap-tiniq. Chaqa-chuqalar ham yo'q buni. Robotlar ham tiniq. Idealizatsiyada do'stlar. Mashina Avtoshop ko'rganda.